Assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi 3 ta ha, ha va xo harflari haqida gaplashamiz. Biz oldingi darslarimizda halqumma tubidan chiquvchi ha, halqumma o'rtasidan chiquvchi ha va halqum yuqorisidan chiquvchi xo harflari haqida gaplashgan edik. Ularning mahrajlari, sifatlari va qanaqa holatda to'g'ri o'qish yoki bo'lmasa qaysi usullarda o'qiydigan bo'lsak oson holatda o'qilinadi. Ular haqida gaplashgan edik. Bugungi darslarimizda arab tilidagi 3 ta ha'ni bir-biri bilan, ya'ni eshitganimizda qanaqa holatda va qaysi holatlarda o'qiydigan bo'lsak bir-biridan ajralgan holatda bo'lishini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda har bir harfni sukunli holatda yozib olamiz. Ya'ni agarda biz harfni sukunli holatda yozib oladigan bo'lsak yoki sukunli holatda o'qiydigan bo'lsak, bu harfning to'liq o'zini mahraji, sifatlari to'liq holatda beriladi. Shu sababli sizdan buni birinchi o'rinda ha harfini mahrajini halqumma quyi qismidan dedik va sifatlari hams, rohova, istifola va infitoh sifatlariga ega edi. Bu harf bo'lsa halqumma o'rta qismidan, ya'ni ha, hams, rohova, istifola va infitoh sifatlariga ega edi. Bu harf ham faqatgina mahraj jihatlari o'zgaryapti. Ya'ni buni halqumma quyi qismidan, ya'ni tovush paychalaridan hosil bo'ladigan bo'lsa, bu halqumma o'rta qismi, ya'ni bizning tog'ay va tomoq devorlarimiz orqali hosil bo'ladigan harf edi. Bu harf bo'lsa eng yuqorisidan, ya'ni tirnalib chiqadigan xo, halqum yuqori qismidan chiqadigan xo edi. Buni sifatlariga keladigan bo'lsak, buni sifatlari hams, rohova, isti'la va infitoh sifatlariga ega edi. Bu 3 ta hani ham hech qanaqa o'ziga xos sifatlari yo'q. Endi buni mahraji haqida, sifatlari haqida gaplashib oldik. Endi buni eshitganimizda, ya'ni qanaqa holatda bir-biridan farqini ko'rib chiqamiz. Birinchi holatda, ya'ni bu halqumma quyidan tubidan chiqadigan ha ga e'tibor beramiz, ya'ni ya'ni biz ha degan holatimiz bor edi. Endi o'sha holatdagi harfga faqatgina harakatli yoki sukunli holatlariga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni holatda bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa halqum o'rta qismidan. Bu harf sirg'algan holatda chiqishi kerak. Ya'ni bu tirnalib ham qolmasligi kerak yoki halqum tubidan ham chiqmasligi kerak. Ya'ni bu halqum o'rta qismidan, ya'ni tovush paychal tog'ay va tomoq devorlaridan chiqishi kerak va sirg'altirishimiz kerak bo'ladi buni. Qarang. Ha, ha, ha yoki holatda sirg'alishi kerak bu harf. Endi bu harfga keladigan bo'lsak, buni isti'la sifati bo'lganligi sababli sizdan buni isti'la sifatlariga ham e'tibor berib, mahrajdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Bu harf endi tirnalgan holatda hosil bo'ladi. Ya'ni bo'lib qolmasligi kerak. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa, buni isti'la sifati ham bo'ladi. Endi uchalasini birgalikda holatda o'qiymiz. Birinchisi Endi bu harflarni harakatli holatiga e'tibor berib olamiz. Ha, ha, xo. Endi fatha bilan kelganda bu harf ha, hi, hu holatda hosil bo'lishi kerak. Bu harf bo'lsa endi sirg'altirishimiz kerak. Ya'ni ha, ha, hi, hu holatida bo'lishi kerak. Endi bu harfning isti'la sifati bor. Bu yo'g'on holatda bo'linadi va tirnalgan holatda chiqishi kerak. Xo, hi, hu. Endi boshidan bitta qaytarib olamiz. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, xo, hi, hu. Endi biz buni eshitganimizda ham bemalol buni farqlari bilinadi, chunki bu hammasi uchalasi 3 xil joydan va sifatlari ham bir-biriga ozgina farq qilgan holatda hosil bo'lyapti va biz buni ajratib oladigan bo'lsak, bizni birorta arabiy matnni o'qiydigan bo'lsak, ma'no jihatlariga
ta'sir qilmagan holatda, ya'ni to'g'ri holatda, to'g'ri ma'nolarga e'tibor bergan holatda o'qishimiz mumkin hisoblanadi. Shu bilan birga bizni 3 ta H ga olingan darslarimiz o'z nihoyasiga yetadi. Ila liqo, ma'salama.